Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga Farmaktiv mahsulotlari haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu Turkiya mahsuloti. Hozir ichlarini ochib, obzor qilib ko'rsatib beraman. Biz hammamiz bilamiz, 70% kasalliklarning hammasi bu oyoqdan sovuq o'tishi, oyoqni shamollashi oqibatida kelib chiqadi. Bu mahsulotlarimizning materiali shunaqa suv o'tkazmaydigan, mustahkam materialdan tikilgan. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham material mustahkam, umuman suv o'tkazmaydi, 30 gradusgacha issiq saqlaydi. Ichida mana bunaqa 3 plyonni mexlari bor, unaqa qalin emas. Любой oyoq kiyim bilan bemalol kiyib ketaversanglar bo'ladi. Udobniy, xuddi oyog'ingizda yo'qdek turadi, lekin dahshat issiq saqlab beradi. 12 ta viloyatga ham dastavkamiz bor. Bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Bu narsa razmerga qarab sotiladi. Mana bu yerda razmerlari ko'rsatib qo'yilgan. O'zingizlarni xuddi oyoq kiyim tanlaganda o'zingizlarni razmeringizga mos razmerda chiqazib beramiz.